Eng arzon desiluvchi arzon narxi Nexia 3 mexanika pozitsiyada, o'zi avtomat bo'lgan ekan, avtoshkolaga buni mexanika qilishgan ekan, salonlari polniy full paket bo'yotibdi. Holati zo'r, chiroyli diskalar taqilgan, tabloda 400 ming atrofida ko'rsatyapti. 2016-yil. O'zi unaqa yurmagan ekan. Oldiga menimcha ozgina aylangan mashina 250 ming 270 ming atrofida yurgan deb aytishdi. Mexanika, konditsionerlari bor, salon holatlari ham juda ham akkuratli holatda. O'zi shuni o'zidan ham bilsa bo'ladi. Mashina unaqa 400 mingdan oshib yurmaganligini bitta ko'rib tekshirib o'zingiz uchun bitta proverka qilib olsanglar bo'ladi. Holati zo'r, ikkita oldi kriloda kraskasi bor ekan, bagajda bitta pitno, yana bitta pitnosi bor edi. Xo'p, gazi bor. Sosteniyasi zo'r. Chiroyli diska balonlar taqib qo'yishdi mashinaga. Taksida yurmagan, 2016-yil. Bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Ikkita oldi krilo, mana shu kriloda bagajda pitno, qolgan joylarni tekshirib olsanglar bo'ladi. 5850 bosib yuboringlar.